Benim ismim Adam. Yedler padişahlığının şahzadesi. Bu yerde Sırlık Galiskar kalesi var. Bu yolvas benim en yakşı dostum. Bende sırlık güç kuvvet var. Lazım bolganda şemşirimni çıkırıp kattıqta olayman. Bana güç kuvvet lazım. Bu çağda yolvas, eriş yolusu aydınıdır. Ben Hiymenge, alemdeki en kudretlik Adem'e aydınım. Benim özgürüş sırımni dostum Şadutberi sonsuz. Yasağı değil ve orku küçükşiri bilir. Biz birlikte rezillik mendiyi Dilanta kalesini kayet olmasına bile köreş kılırız. Qara, o bir sırlık kal'a. İhtimal bu ya 200 yıl ilgiri bunun da mı qo'rqinchli bo'lsa kerak. Burunqi bir rivoyatda Aqsuak Tevin bilan Vatila xonimning bu yer tug'anligi, keyin qabiy sehri bilan ular o'rmonlikdagi daraxtlardan ozuqliq olib hayot kechirganligi, oxirida dal daraxtlar qolmay ularning ozuqligini tugaganligi, shuning bilan Aqsuak Tevin bilan Vatila xonim uyquga ketganligi, har uxlashida 100 yil ya'ni o'rmonlikdagi daraxtlar yetilgich uxlaydiganligi bayon qilingan. Biz uxlayli Vatila. Biz uxlab qolgandan keyin daraxtlardagi ozuqliklar yetiladi. Shuning bilan butun dunyo biz o'tkazgan jinoyatni unutib qoladi. Ensirme suyumligim. Bizning planimiz seni o'z ichiga oladi. Uxlayli. Yaxshi tush ko'rgin kichik saga. Ben avval uyg'onishim kerak. Ahvolning o'zgarishini ko'rib baqishim kerak. Yaxshi tush ko'rgin Tevin saga yaxshi qarag'in. Uxlag'in saga. Yaxshi tush ko'rgin. Shunday qilib ular uxlab qopdi. Rivoyatda aytilgandek, ular 200 yil uxlabdi. Dal daraxtlar o'sib yetilibdi. Burunqidan yaxshi o'sibdi. Agar rivoyat rost bo'lsa, Vatila bilan Tevin yana uyg'onishi mumkin. Ular bugun kecha uyg'onib qolmas. Navoda ular uyg'onib qolsin-mu, yanada daraxt yeydi. Lekin seni yemaydi-da. Shunday bo'lishini umid qilaman. Sen meni qo'g'daysan, shundaqmi? Albatta. Ha. Adam, qara. Ehtiyot qil. Men ularni qo'rqitishni xohlamayman. Dila, sen yavoyatlarni bir yer toplaymiz degan-tandiki ularning uzun qanoti bor ekan-ku. Ularni qo'rqitratmagin. Ajab meni qo'rqitratmasin demaysan-ku. Bo'l, salmon tayyor qil. Vatila qanot otlarni yaxshi ko'radi. Vaqti bo'ldi. Ehtimol ularning qo'shilari uni uyg'otdi. Otning kishniga ovozi. Men qanotli otning kishniga ovozini angladim. Men uyg'ondim. Saga. Biz ko'p uxladik. U cho'qim uyg'ondi. Biz jazma uni tepishimiz kerak. Adam, ishni boshlaylik. Yaraysan adam, mushunda qilib yaxshi qildim. Pasrak kuchqin buldul og'ingni, bog'im biroz aram bo'lsin. Angladingmi? Ha? Adam bundaq kira olib ketsa bo'lmaydi. Endi men birini tutay. Dal daraxtlar büyük baraqsan bo'lib ketibdi.
Lekin mening uyqum, güzel husni jamolimni asli keltiremepti. Meyli qandaqlı bo'lmasin, menda deh kuch bor. Mening kishilarni hayron qoldirgudek qudratim bor. Tevim bilan tayyorlik qilib, bu yerdagi aholilarni ko'gili bormiz. Ularni yana qul qilamiz. Qanotli qol. Shuncha qil. Ay, bak tiz bo'lib ketdi. Bu at qilinish xuddi arsh yo'lisiga mingan o'xshaydi ekan. Bu kim? Men texnik qanotli qatqa minish postiga erishyapmidim. Mavhishan, uningga minsang birozmi huzurlanmaysan? Sen bana Aksoyak Emre'yim tevinni asıltıp koydun. Şundak mı Saga? Senin Aksoyak tevinin... Sen çokum... Nevatila hanım. Ben seni kul kılmam. Ben bütün gücüm bilen padişahlıkımni tipleşki tirişip, Vatilanın uyg'onishini kutay. Shundoq bo'lishini u mendan bakrak arzu qiladi. Hey, do'stim. U tevinning qandaqligini hozirli bilib qoladi. Adam, sen qayerda? Bu men pishmak o'ynaydigan chog' emas. Bilamsa, mendek oldirash bo'lib ketyaptimi? Sen demişki hepsini o'qib meni to'g'iltib qo'ysan, Vatila. Nima uchun? Ben seni kulga aylandırman. Eğer sen halımsan, hocaylığını itiraf kılmasan, seni bu yerde mengül katırıp koyman. Başlaylı. Beni tezrek koyuvet, beni koyuvetsen seni kutkuza alayım. Benim amalım bu musa, sen nemi kılalattın? Şemisen körüp dur. Olup sergülük eriştim. Rahmet hanım sizge. Aslında o bir neyran ışıltıp tutken de. Ben hele pistekli kutkuzu var mı? Volkswagen Atakulu! Tutuldurma, Saga. Sen zadi kim? Özemni bir tutup koyay. Kapı boğallıqını bildim. Lekin ben korkmayım, bir az mı korkmayım? Bu neymi degen tonuş avaz? Vatila. Senin qayadın kelgenliğini bilmedim ya. Lekin benim kozamni kutuldurup koysan. Ehtimal Vatila, ben oylagandaki şahsiyetçi emasdi. Oldu Saga, bu yerden tez gidin ulan. Ulan kaçıp gidenmeydi. Sırım hepstek. O nemi kılana etti? Ben bu daraxtaki ozuqluqni sömürme. O meni güçlendirdi. Onun bu yakınım için kelgenligini emdi bildim. Meni nehsosmı giydi. Hey, kınırma! Ben başkalarının dal-daraxtlar ziyan selişini yaxşı görmeyim. Ben hata sezmeptimi. Bu işençsiz Vatilaga ahırı uçurdu. Yani bir kıdım yüz uçuraştık. Sen kim? Ben tanımam senden.
Meni qo'yat, katkili qo'y. Bo'ldi, salgoq mana shunday qil, mudirma. Oy! Sen kim? Biz avval bu yerden ketaylik, anda sonra. Saga, meni o'tdan qo'zam. Vatila mening kimligimni so'rayolmadi. Meni unutib ketdi. O jazoga tortilishi kerak. Bu qal'a kirdigan maxfiy yo'l. Bana erişmeyinla. Qal'aga kirdigan maxfiy yo'lni menmi bilaman xonim. Sen ve men, yani heliqi qon. Şinjan yakan muqam yurti yemek içmek mulazimet merkezi, xalqimizning yemek içmek adetiga asosan ilg'or uskuna orqali mehnatkash o'g'il qizlarimizning chevar qo'llaridan shaksiz, ziyansiz xuruchlardan o'simlik meyi, much, samsaq, suv meyi qatorliqlarni ham ashyo qilib ishlab chiqarilgan, ta'mi o'zgacha muqam yurti yog' lozisini ishlab chiqarib, har millat iste'molchilarining samimiy ishonchisiga va yoqtirib iste'mol qilishiga erishib kelmoqda. Taamlarımızdaki isil tetutku, soğuğu salam kılıçtaki kozur mahsulat, muqam yurti yağ lazısı. Yap Adem, çokum uçuruşumuz. Bu yol qal'aning merkezgi tutuşudur. Bilme, sen şahzade adamını özünün kulu ayladırmakçı. Neymiş ki benim sınıf bakmaysa? Çünkü Saga sana işinidir. Ben sana işinime. Bir kul, bir dost qarganda arzmaydiganligini tunib yetdim. Ha? O adam mingan atqo. O'zini ketgandi. U qaranliq qilib qo'rqinchli qal'aga kirib ketmasa yana. Men darhol kirib qarab boqay. Bu orada qarang. Ha? Men o'yimchilarni azaldan yaxshi ko'rmayman. Hech kishi yo'q-ku. Bu Steven bilan Vatilda to'g'risida rivoyatga rostilla o'xshaydi ekan. Menimcha odam cho'qim xatarga yo'liqdi. Mening go'zal qal'ayim hozir memilarga o'xshab qolgan. Kerak yo'q. Menda kuch bor. Uni asli keltira olayman. Ehtiyot qil Vatila, kuch-quvvat bilan go'zal dunyo barpo qilinmaysa, uningdan ko'ra qullarning hammasini do'stimga aylandi. Nima deb jo'layapsan? Sen tez orada mening taxtimni va oqsamaklar dunyosini ko'rsan. Men qudratimning olg'a ilgirlishiga buyruq qilaman. Gördün, bunu ben yarattım. Vatila bilen Tiven'in taxti. Hem de ittifaqa, kuch-quvvat, güzellikni asli keltir alamda yo'q. Sen beni qo'rqatmoqchimi? Men yanını o'z taxtimda o'ltiraverman. Vatila, tez bu yoqqa o't. Sen üzerine kaya kim qolganligini bildingmi? Biraz qıchishtiryapti. Bu muddel vaqtida esqatdi. Hozircha mushundoq turib turg'in, keyinchi qafasga solab qo'yamiz. Heyman, hozir Tiven'ni topayli. O İran'ın unug'im hujum qilganligini o'ylamamsa.
Vatila, men unda o'ylamayman. Agar o'rmondagi yeliqish kisat odamning qaysi biri uning chekildigan bo'lsa, meni qo'yinglar. Qutqizinglar. Ha? Bu yoqqa berishning amali yo'q. Unutib qoldingmi? Men u qarag'ayni kulga aylantirdimi? Ha, butun qal'ani yiqitib bizni bostirmoqchi. Qarag'anda faqat shu qarg'ayli qal'ani tutashtirib turdi. Bu yoqqa kel. Bu tarafda yana bir yo'l bor. Dila! Ha, Xeyman, bu senmi? Biz hozirli boramiz, Dila. Tez bo'l, tezroq bo'lgin. Agar sening do'sting bilan heliqi Vatila xonim kelsalar, ularni biz yaxshi bir taraf qilamiz. Yeliq satablah yana ketdi. Bir asat, senchi rosa bir asat. Bunun sababi uzundan buyon men hamon kuch-quvvatlab yurdim. Podshohlikni qayta tiklashni, xonishni o'yladim. Lekin bu xil qudrat menga boshqacha qarashli bo'lib, meni mushundoq satlashtiribdi. Undaq sen Tivimmi? Shundoq. Qarag'anda sen men bilan emas, uning bilan birga bo'lishni xohlaydi ekansan. Baxtga qarshi shundoq o'ngsizlik bo'lsa-mu, hozir kuch-quvvat yanada mening ko'tarilligimda. Xeyman, uningga qara. Endi Vatila, seni qandoq jazolashni o'ylayaptimi? Men Aqso'yaktimin. Mening xatoligimni kechirgin. Biz unchalik ko'p qulga muhtoj emas, balki do'stga muhtoj. Ular erkin bo'lsin. Uni tez qo'lla. Sen qechib qutulamaysan, Xeyman. Endi sen Tivinning haqiqiy kuch-qudratini ko'rsan. Tivin, unda qilma. Sen ko'pchilikni nobud qilsan. Ben qudratimning ilgarilishiga buyruq qilaman. Ben nima ish qildim? Bizning qal'ani hukmron qildim, suyimligim. Bu yerdan tez ketaylik. Tez bo'l. Lekin men nima ishga ketaman? Mening ko'nglimdagi kishi menga qaramasa. Undaq deb o'ylama. Men undaq qilmayman, suyimligim. Bu yoqqa man. Tez! Çataq, Saga, o işin qopdi. Uni men qutuldiray. Keyin ne ketdi? Qo'rqma, Saga. Ben sana yordamlashay. Rahmat senin yardımınga, dostum. Biz qal'aning sirtida ko'rishaylik. Men kirib yana birisini qutqizib chiqaman. Bu yoqqa chiqqan Kalabbay. Çataq bo'ldi, Xeyman uning ichida. Mening razil sehrim bu qadimqi hamma balo qazoni keltirib chiqadi. Razil sehrning hammasi mush ablaqdan keldi. Uni tashlabdi. Yaxshi qilding, Tivin. Men shunday qilay. Bu razilliklar mavjud bo'lsa, turmushimiz ko'ngillik bo'lmaydi, Tivin. Erkinlikmi yo'q? Hammanglar yaxshi turgansizlar? Adam, Xeyman boya bizni qutuldirib o'z ichida qoldi. Yo'q, Dila. Men Xeymanning iriq cho'ng ilonni qutuldirishiga yordamlashdim. Qasam qila olamanki, u ish nima bo'lmadi. Xudoga shukr. O meni iriq 200 inglizcha egizlik daraxtdan qutuldirib qo'ydi. Sen yana nimalarni qilding? Menma
Ben Duldul'unu minib bir meydan çögledim. Lekin o Duldul'ның mijazi pek eski ekan. O yeni keldi. Ulan nemi degen çıraylık. Karangla, o menden kaçmadı. Ezelden bundak bop bakmagan. Sen burunqiga o'xshamaysan da. Balki buni birdan menga va'do. Agar tibin mensan, menmi menime. Chiqqan nihoyat oson. Bu yoqqa kelsaga. Mayli. Xayr-xo'sh, do'stlar. Qara, ular nima degan kelishgan? Haha. Boshqalar Duldulga menib maqsa sening ko'ngling yerim bo'latamda. Men bo'lsam piyoda ketishni yaxshi ko'ratdim. Tur adam. Bir kuni sana boshqa bir qahramonni ko'rsatib qo'yaman. Ha. Xuddi Xiymandek. Oh, ehtimol bir kuni deyla. Shundoq bir kun cho'qim keladi. Biz shikoyat uçurduk. Ular 200 yıl uxlatdı. Biz bunlarca uxlashning keragi yo'q. Lekin yetarli uxlash bermayim. Yana bir narsa esingda bo'lsinki, kechda bir istiqon sut yoki biror tamiyimla kifoya. Uxlashdan ilgari tomoqni bek ko'p yema. Har kuni vaqtida uxla. Uxlashdan avval chiniqma, jiddiylashma. Bo'ldi, yaxshi tush ko'rgan narsa bo'lsin.